qaranglar, men bu kvartiraga student qo'ymayman. Ish qilib student emasmisizlar? Ay yo'q, biz davlat ishida ishlaymiz. Ha, unda yaxshi. Mana shu xona sizlarga mazza qilib yashanglar. Sizlarga hech kim xalaqit bermaydi. Faqat qiz olib kelmanglar, men jahlim yomon. Hazaykasiz-ku, biz bilan birga yashaysiz-ku. Ha, men hazaykaman. Ha, to'xtada. Sen bu basharangni qaysi davlat ishiga olgan? Men tushunmadim. Davlat opera teatriga. Ay, menga Yashir! Yashir! Ha. Ruslar yashaydi, qo'shnilar hammasi. Davlatga ham hayronman. Kimlarga oylik beryapti? Men tushunmayapman. Tur. Ke. Assalomu alaykum. Ke. Tur. Yot. Tez joy qolmaydi. Nima qilyapsiz? Kim bular? Bitta o'zing turasan dedingiz. Bular talabalar. Bechoralar ko'chada qolibdi. Ertaga o'qish, yo'q kanikul, onlayn, offlayn deb bularni sarson qilibdi. Nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim, yomon o'yin bo'lyapti lekin. Ana ko'rdingmi, bechoralar qayerda tursin? Sizlar bilan birga yashaydi. Faqat qiz olib kelmanglar. Oppoqorlar, yog'a boshlar. Qoch. Uyalma. Bo'ldi, kim bular yana? Menga baqirma. Bular sut ishlayapti, chiqib ketadi. Ustoz sut ishlayga qiz bilan kelardi-ku bir paytlar. Men ham bunga aytdim. Qiz olib kelma desam, jo'rasini olib kelibdi. Yot endi, yot. Faqat qiz olib kelmanglar. Men yomon jahlim. Yo'q. Kelma, oyi! Hop!